Assalomu alaykum. YouTube'dagi eng zo'r texno oilam. Sizlar bilan yana Alo va bugun biz Honor X9C smartfoni va uning davomchisi bo'lgan kechagina yangi chiqqan Honor X9D smartfonlarini ko'rib chiqamiz. O'zi nimalar o'zgargan va nimalar yangilangan shu haqida bugun gaplashamiz. Birinchi o'rinda smartfonlarimizni korobka komplektida nimalar bor, nimalar o'zgargan mana shu bilan tanishib chiqish uchun birinchi smartfonni unboxing qilamiz. Xo'p, korobkamizni ochganimizda avvalo bizning ko'zimiz smartfonni o'ziga tushadi. Bu yoqda Honor X9C, buni mana bu joyga qo'yib qo'yaman va bu yoqda biz ko'rishimiz mumkin Honor X9D smartfonlarini. Xo'p, undan keyingi holatda bizda X9C smartfonimizni unboxing qilamiz. Xo'p, smartfondan keyin bizda mana shunaqa o'zini chexoli chiqar ekan va uni oldida yo'riqnomalari ko'rishimiz mumkin. Xo'p, X9C smartfonimizda esa unda ham xuddi shunaqa sim karta slot uchun albatta bunda ham bor, bir xil ketyapti hozircha. Yo'riqnomalar va mana shunaqa qora o'zini mustahkam chexoli bor ekan. Va unga qo'shimcha tarzda bizda Honor X9C smartfonimizda chap tomon X9C, o'ng tomon kontentimiz davomida X9D smartfoni bo'lib qoladi. X9C smartfonimizda 66 voltlik o'zini original adapteri chiqadi va USB Type-C zaryadnik kabeli. Boshqa hech narsa yo'q X9C smartfonimizda. X9D smartfonimizda esa bunda ham 66 voltlik super charge texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan o'zini original adapteri va uni o'zini USB Type-C kabeli va boshqa hech narsa yo'q. Korobka komplektida hech qanday o'zgarish yo'q. Endi smartfonimizni o'zini dizaynlarini ko'rib chiqishda davom etamiz. Do'stlar, ikkala smartfonimizni ham X9C va X9D smartfonlarimizni endi avvalo dizaynlarini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Chap tomonda X9C, Honor X9C smartfoni va ana shundan boshlaymiz. Honor X9C smartfoni juda ham nafis, ingichka, nozik qilib ishlangan va yengil smartfon. Bundan tashqari smartfonimizning ekrani ko'rishingiz mumkin, ya'ni egilgan, qisman ikkala cheti ham qanchadir qismga egilgan. Bundan tashqari smartfonimiz titanium style ko'rinishi dizayni bilan o'zini inson ko'zini o'ziga tortadi. Smartfonimiz bundan tashqari 185 gram og'irligi va 798 mm qalinlikka ega. Honor X9C smartfonimizning 3 xil rang variantlari mavjud. Bular cyan, black va silver ranglari mavjud. Minimalizm va zamonaviy qilib ishlangan. X9C smartfonimiz dizaynida hozircha mana shular. Endi esa X9D smartfonimizni, o'ng tomondagi smartfonimizni ko'ramiz. Honor X9D esa biroz premiumroq darajada ishlangan. Orqa panelda esa matte finish orqa paneli va IP69K himoyasi 2,5 metr balandlikdan tushishga chidamlilik bor. X9D smartfonimizda esa rang variantlari 4 xil bo'lib, green, brown, gold va black, yanada jozibador. Qisqasi, tashqi ko'rinishida Honor X9D kuchliroq, kattaroq, lekin Honor X9C smartfonimiz esa ingichka va nafisroq qilib ishlangan. Do'stlar, endi esa smartfonlarimizni ekran jihatlarini, ekranda yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Avvalo chap tomondan Honor X9C smartfoni. Honor X9C da 678 dyumli AMOLED ekran va 1.5K resolution va bundan tashqari 120 Hz yangranish chastotasi mavjud. Yorqinligi o'rta darajada, ranglar tabiiy, ko'zga yoqimli ko'rinadi. X9D smartfonimizda esa ko'rishingiz mumkin, X9D smartfonimizda esa 679 dyumli OLED ekran, 6000 nits yorqinlik, HDR10 ko'rsatkich bilan. Quyosh ostida ana shu 6000 nit yorqinlik kuchi bilan o'yinlar o'ynash, videolar ko'rish hech qanday muammo tug'dirmaydi, bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shu jihatida, displey jihatida Honor X9C dan Honor X9D ga yangilik kiritilgan. Ya'ni 9D imiz X9C ga nisbatan displey jihatlari birozgina o'zgargan. Kamera, do'stlar, hamma uchun eng qiziqarli bo'lgan jihatlardan biri smartfonning kamerasi. Ana shu qismini ko'rib chiqamiz hozir. X9C, Honor X9C smartfonimizda ham 108 megapiksel, Honor X9D smartfonimizda ham ikkala modelda ham 108 megapiksel kamera jihatlarida o'sha sun'iychilik hammasida bor. Boshqa o'zgarish yo'q, ya'ni ikkalasida ham 108 megapiksel sun'iychilik bilan boyitilgan kameralar. Kamera jihatida faqatgina hozircha ana shu yangiliklar, ya'ni yangilik kiritilmagan.
Endi ikkala smartfonning kuchi haqida gaplashamiz. Ya'ni kuch jihati, ya'ni ishlash tezligi va protsessori o'yinlar uchun qanday ishlashini gaplashamiz. Xo'p, birinchi o'rinda Honor X9C smartfonimiz protsessori Snapdragon 6 Gen 1 ni qo'llab-quvvatlaydi. Bir bilan texnologiyasi bilan jihozlangan. Honor X9C smartfonimiz esa xuddi ana shunday Snapdragon 6 Gen 4, faqat bunda Snapdragon 6 Gen 1, bunda esa Snapdragon 6 Gen 4. Albatta, ikkala model ham protsessori juda ham kuchli tarzda ishlaydi. PUBG Mobile, Genshin va boshqa bir qancha o'yinlaringiz uchun, internetga bog'lanadigan o'yinlaringiz uchun ikkala model ham ideal va eng zo'r variantlardan biri. Ikkalasida ham premium darajada o'yinlarni kuchli tarzda o'ynashingiz mumkin. Bundan tashqari, agar sizga o'yinlar emas, shunchaki kundalik hayotingizdagi videolar olish, kontent yaratish yoki kontent olish, kinolar ko'rish va boshqa ishlaringiz uchun ikkala model ham kuchli. Xotira, ya'ni protsessor variantlarida X9C imizda Snapdragon 6 Gen 1 bo'lsa, bunda esa Snapdragon 6 Gen 4. Mana shu jihatda protsessorda yangilik bor. Yana bir asosiy jihatlardan biri, siz uchun qiziqarli bo'ladigan jihatlardan biri ikkala smartfonning ham batareya tomoni. Ya'ni Honor X9C smartfonimizda katta batareya o'rnatilgan, 6600 mAh katta batareya bor. Ammo kechagina yangi chiqqan X9D da esa kuchli eng katta batareya 8300 mAh katta batareyaga ega. Bu nima degani? X9C smartfonni o'rtacha bir kun foydalanadigan bo'lsangiz, X9D ni esa 2-3 kungacha bemalol zaryadidan foydalanishingiz mumkin degani. Ikkala smartfonimiz ham boshida komplektni ochganimizda biz ko'rganmiz 66 wattlik supercharge. Ikkalasi ham 66 wattlik supercharge texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ammo X9D da ajoyib yangilik bor, reverse charging. Bu boshqa qurilmani ham, yonidagi qurilmani ham zaryadlay oladi. Mana shu jihati X9D da yangilik. Batareya jihati mana shular. Narx va qiymat. Narx jihatida kattaroq o'zgarish bo'lishi mumkin. Ya'ni bu smartfonimizda global bozorda, ya'ni o'rta bozorda olib qaraganda Honor X9C smartfonimiz 280-350 dollar atrofida topishingiz mumkin. Ammo X9D smartfonimizni esa 450-500 dollar atrofida global bozordan siz topishingiz mumkin. Narx variantlari biroz mana bu qimmatroq, bu biroz arzonroq. Lekin o'sha byudjetingizga qarab ikkalasidan birini xarid qilishingiz mumkin. Tejamkor, yengil, lekin sifatli bo'lgan bu Honor X9C smartfoni bo'ladigan bo'lsa, premium ko'rinish bera oladigan, uzoq ishlaydigan bu Honor X9D. Byudjetingizga qarab ikkalasini ham tanlay olasiz. Ikkalasi ham mustahkam, zo'r telefonlardan biri. Xulosa qilib aytganda, ikkala smartfon ham kuchli, lekin Honor X9C biroz muvozanatli va chiroyli, sifatli, ingichka bo'lgan smartfon bo'ladigan bo'lsa, Honor X9D esa premium ko'rinishga ega, uzoq va xizmatingizni qiluvchi smartfon. Lekin ikkalasi ham bir-biridan qolishmaydi. Bir xil turdagi, bir xil brendning mahsulotlari. Bu sal avvalroq chiqqan bo'lsa, undan keyingi bu Honor X9D dir. Qaysi birini xarid qilish bu sizning qo'lingizda. O'zi ko'proq siz Honor smartfonlarini qaysilarini ishlatasiz? Agar ikkala smartfonni xarid qilish imkoniyati berilganda qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz? Albatta, bularni izohlarga yozib qoldirishingizni so'raymiz. Do'stlar, bu edi a'louz. Ko'proq ko'ring, ko'proq like bosing va kelgusi videolarimizda qaysi smartfonlarni bir-biri bilan ana shunaqa qilib solishtirdik. Ammo bu videomizda biz smartfonni solishtirmadik, shunchaki X9C dan X9D ga bo'lgan yangiliklarni aytib berdik. Kelgusi videolarda qaysi smartfonlarni bir-biri bilan solishtirishimizni kutib qolasiz, ana shularni ham izohlarga yozib qoldirsangiz, inobatga olgan holatda ikkala smartfonni istagan smartfoningizni bir-biri bilan solishtirib, qaysi biri kuchliroq ekanligini sizlar bilan aniqlaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr.